Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 11-iyun 2025-yil. Aziz obunachilar, o'tgan kuni Moskvada bo'lib o'tgan reyd, ya'ni migrantlarni tekshirish, hujjatlarini tekshirish davomida Rossiya politsiyasi va organlari tomonidan qo'pol qonun-qoidalar buzilishi, ya'ni migrantlarga nisbatan kuch ishlatish holatlari internet tarmog'ida juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Bundan oldin ham bunday holatlar bo'lgan edi. Bir marta, ikki marta misol takrorlangandi. Bunisi esa ommaviy urushi, kuch ishlatishi oshib tushdi va Rossiyaga O'zbekistondan nota yuborildi. O'zbekiston Rossiyaga nota yubordi. Bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya tomoniga muhojirlar bo'yicha qat'iy e'tirozini bildirib, diplomatik nota yubordi. Rossiya hududida ayrim holatlar, O'zbekiston fuqarolariga nisbatan ruxsatsiz tekshiruvlar, qo'pol va hurmatsiz muomalalar kuzatilayotgani jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Bu kabi holatlar ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarga mutlaqo zid bo'lib, ularning oldini olish maqsadida aniq choralar ko'rish talab etiladi. O'zbekiston TIV barcha fuqarolarning sha'ni va qadr-qiymatini himoya qilish, inson huquqlari va xalqaro huquq normalariga rioya etilishi kerakligini qat'iy ta'kidlaydi. Moskvadagi elchixonamiz tomonidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga yuborilgan notada Rossiya hududidagi ayrim zobitlar tomonidan fuqarolarimizga nisbatan qo'llanayotgan kuch ishlatish holatlari, bu holatlar inson huquqlari yaqqol buzilishi ekanligi, voqealarga huquqiy baho berish zarurligini qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi ushbu masalani doimiy nazoratga ushlab turibdi va zarur hollarda qo'shimcha choralar ko'rishni davom ettiradi, deb yozadi Telegram ofitsial kanalida berilgan ma'lumotlarga ko'ramiz. O'zbekiston Rossiyaga yuborgan notasiyaning noroziligiga Rossiya qanday javob beradi va qanday choralar ko'riladi? Kuzatib boringlar. Albatta bizni kanalimizga obuna bo'lmasalaring obuna bo'linglar. Videosiga maksimal like bosinglar. Sizlarda qanday holat va sizlar mana shunga yuborilgan nota va shu qilingan qo'pollikka sizlar qanday izoh berasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Haqiqatan ham o'zi charchab kelgan musofirlar, ya'ni kunduz kuni reyd bo'lsa, nochga ishlagan musofirlar uxlab yotgan bo'ladi. Charchab o'zi nima bo'layotganini bilmay qolsa kerak ham shu musofirlar reyd davomida shularga nisbatan qilingan reydda ahvoliga e'tibor beringlar. Og'ir оружие avtomatlar xuddi jinoyatchilar unga bosib kirayotganda kirilishi, unisi yetmaganda yerga shunaqa qilib yotqizib sochlaridan tortib bunaqa tepib, bunday qo'pollikka chiroyli javob va chiroyli jazo olinishi kerak bo'ladi. Aziz obunachilar, barchalaring sog' bo'lasizlar. Inshaalloh nasib etsa qanday ofitsial ma'lumot bo'lsa, sizlarni diqqatlaringga yetkazamiz. Barchalaring sog' bo'linglar, har doim sog' omonjon bo'linglar, omon bo'lasizlar, salomat bo'linglar.